siz oyog'ingizga aptechniy har xil krem, gel, mazlarni surib turasizmi? Og'riq qoldiradigan varikozlaringizga. Ko'p bemorlarimizni xatosi bu mazlarni juda uzoq vaqt surish boshlaydi. Aynan varikozda mazlarning umuman hech qanaqa foydasi yo'q. Faqat muzlatish mumkin, oyoqni sal yengillatish mumkin, lekin varikozingiz hech qayerga ketmaydi. Eng katta qilinadigan xato bemorlarimiz 20-30, ayrim holatlarda 2-3 oylab surish boshlaydi. Bu ham tarkibida har xil ximik moddalari bor. Bu 10 kundan ortiq suradigan bo'lsangiz, faqat zararga ishlash boshlaydi. Oyog'ingizni qichish boshlaydi, teri rangi o'zgarish boshlaydi. Har xil toshmalarga ham olib kelish mumkin, hattoki jiddiy allergik holatlarga ham olib kelish mumkin. Flebolog sifatida maslahatim, agar krem, maz, gellarni surmoqchi bo'lsangiz, bir hafta 10 kundan ortiq surmang.